Assalomu alaykum. Bugungi videomizda fotoprinting sohasiga kirish uchun qancha mablag' bilan boshlashingiz kerakligi bo'yicha ozgina shu paytgacha olgan tajribalarimdan kelib chiqib fikrlarimni berib o'taman. Birinchi navbatda fotoprinting ochayotganingizda albatta sizda mijozlar bazasi bo'lishi shart. O'zingiz fotoprinting ochib zo'r foyda bo'ladi deb o'ylamang. Agar noldan hech qanday mijozlarsiz boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta 6-7 oy mijoz topish uchun ancha vaqt ketib qoladi. Ikkinchidan, texnikalar qanaqa ketadi? Texnikalar bizda mana minimal texnikalar. O'sha kompyuter 2.5 million atrofida. Sizga kerak bo'ladi bitta printer. Masalan, beraman, ko'pchilik oladi eski ishlatilgan rабочий printer, men unaqasini maslahat bermayman. Chunki qanchalik ko'p ishlagan printer olsangiz, rasm sifatlari shunchalik buziladi. Shuning uchun maksimal darajada yangi printer o'ylang. Yangi printer ham unchalik qiyin emas. Misol uchun Canon mana shu 30 G30 bo'ladigan bo'lsa, 2 million yetib bormagan narx bo'ladi. Undan tashqari bitta cutter, rezak deyiladi bizda, qog'oz kesadigan, bitta perpilot, laminator. Mana bu laminatorni men shaxsan internet do'konlaridan ko'rdim, hamma joydan ko'rdim. Agar vodiy bo'ladigan bo'lsa, Namanganda Sardobada aynan shu laminatorni 550 ming so'm, 560 ming so'mga olsalaring bo'lar ekan. Yangi laminator, Auch laminator. Farqini bilmayman, Auch. Perpilot bo'yicha, perpilotni ko'pchilik topa olmas ekan. Perpilot men o'zim shaxsan Toshkentda Solnichda olganman. Juda ham zo'r chiqdi shunisi. Undan oldin ham bitta perpilot ishlatgandim, bunchalik yaxshi sifatli bo'lmagandi. Bunda hali ham charxlari juda ham o'tkir, yengil kesadi. Bu perpilot 1 milliondan 1,5 million atrofida bo'ladi. Agar buni siz mana tekishlar, buniki to'rtburchak, buni yumaloqligi va to'rtburchakligi ham bor. O'shalarga qarab e'tibor berib olsangiz bo'ladi. Minimal uskunalar mana shular. Taxminan общий hisoblab shuncha summa ketadi. Mana shu summa bilan bemalol boshlasalaring bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.